Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar. Hammangiz sog' salomatmisiz? Bugun mana shu anallarimni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Akalar, ukalar. Mana bu onnoplarimni. Mana shuni muxlislari ham bor ekan. Ko'p so'raydilar. Analar nima bo'ldi? Analar bu yildi. Kommentariyada bilgan odamlar yana maslahatini beradi. O'tgan yil aka-ukalarim juda ham ko'p maslahatlar berdilar. Mana parandalarimiz kuranib yotibdi. Mazza qilib tuproqqa yuvinib. Lekin issiq judayam bir anormal issiq bo'ldi Xorazmda. Hozir birinchi mana bu annabimizni ko'rsatamiz. Annamiz pishdi. Anarimizni ko'rsatamiz. Anarimiz hali vaqti bor, pishmadi. Anjirimizni ko'rsatamiz. Anjirimiz pishdi aka-ukalar. Buni bir yeydigan odam yo'q buni. Mana bu mayda xilisi. Bu sapılmagan da. Bu sapılmagan ham juda ham zo'r. Mana bu qolgan hammasi bular kattalari sapılgan. Mana. Aka-ukalar, bu dahshat bu. Şimdi mazasını o'ta zo'r. Hammasi qip-qizil bo'ladi. Men sal oq paytida ham yesa bo'ladi. Pishganda bizda annabchiydi deydi. Mana mevasi aka-ukalar. Mana o'zi pishibdi mana. Quyosh tushadigan yerida u. Hozir boshlaganimiz quyosh tushmaydigan yeri. Mana analarımızın meyvesi endi ko'rinib turibdimi, ko'rinmay turibdimi mevasini yaqindan olamiz. Mana mevasi yomon emas. Xudo bersa bo'laveradi. Shu yerda parandalarimizni ko'rsatib o'tar. Mana kuranib mazza qilib yotibdilar. Chetdan ketamiz mana mevalar. Bu analarımızın muxlislari ham bor ekan-da. So'raydi ko'p odam. Mana anjirimiz aka-ukalar. Endi buni ham hosili juda ham zo'r bo'ldi. Buni yeb turibmiz endi. Lekin ozgina u yerdan bu yerdan mana shunday quyosh o'ta anormal issiq. Hali bu pishmagan, lekin shundan quyosh tiqilgan ishi bu mana. Mana oxir zamon yaqinlashgani shu-da. Mana quyoshni qilib turgan ishi. Akalar, ukalar. Anjirimiz o'ta darajada katta anjir. Bu почти 30 yillik anjir bu. Endi qarshi tagidan chiqib yashartiramiz da. Analar juda ham ko'p bu yerda. Parandalarimiz tuproqqa ulanib yotibdi. Ömring uzoq bo'lsin. Kichkina jo'jalardan bitta ko'rsatalım. Şu eshigini ochamiz. Uçup chiqdi bular. Janga bor graf.
Ha, bu sırası gelip itti ovqatına taşadı bu. Jo'ja xo'roz. Itti ovqatini qilgan qutqani boradi. Mana bunda zvizdamiz ham o'tibdi. Bu kameraga nima qilib turibdi bu? Keyif qilib. Ha, bitledingmi ya? Qashinaversan grab? Ha? Bitledingmi ya? Mana bunda mekanimiz ham keldi. Bu ham haligi hozir oldimizda ko'rsatgan jo'janing ham tanasi. Mana bu ham mana bu mekanimiz. Yosh o'ta bo'ladi. Bir narsada mana lishni suykanma manga. Sal yaxshi gaplasang bo'ldi menga. Çekme. Tamam ana. Zor it bu. Zor it bu. Yalama. Yalıydı da bu yaxşı gapti. Sen yalap taşıydı hem yeri. Salam be. Malades. Otur. Asılma. Ükele. Böyle mekine hazır bir çıktım. Telefonunu alıp. Kime makul kese like basıp koyasla. Tamaşada her xili bir bechakki bema'ni videolarni ko'rgandan bir tamasha. Bu telexranaytel aka-ukalar aytmoqman. Mana shular bilan birga yuradi, orasida yuradi. Yoshligidan jo'jalar arasında yurgan it bu. Buni jo'jalar sutini ham ichib qo'yaradi. Akalar sog' salomat bo'lasiz. Yangi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsiz.